Men hozir aytayotgan gaplarim ayrim insonlarga taalluqli. Odam bo'lib keldik, odam bo'lib ketishimiz kerak. Meni hozir bu gapim hech qaysi millat yoki dinga yoki biron bir davlatga tegizdirib aytadigan gap emas. Chunki deganda buyuk shaharlarda ham kichkina qishloqchalar bor. Buni hammamiz juda yaxshi bilamiz. Va har bir millat, din, davlatda ham yaxshi yomon insonlari bor. Buni hech kim rad eta ololmaydi. Bilasizmi, hozirgi aytayotgan gapim ayrim savdogarlarga taalluqli. Ularning qalbi og'riydimi, nam tortadimi, ularni o'zi bilishadi. Biz insonlar sizni yoningizga borganimizda, qaytimimizda joyi kelsa sanamay olib ketamiz. Chunki deganda sizga ishonganimiz uchun. Uyga borib sanasak, qo'limizdagi pulimiz oz chiqadi, qalbimiz juda ham og'riydi. Endi sizga savol. O'sha pulni sizni yoningizga sanasak, siz aytasizki, menga ishonmagani uchun sanayapti-da deb sizni qalbingiz og'riydi. Sizni qalbingiz og'ritsa yaxshimi yo uyga borib o'zimizda qalbimiz og'risa yaxshimi? Qaysi biri to'g'ri yo'l?